ilgarilari jinsiy aloqa faqat erkak kishiga kerak, erkak kishini rozi qilish kerak, erkak kishini xursand qilish kerak, ering nima desa shuni qilgin deyilgan. Ayol kishini xohishi, istagi, ayol kishi uchun ham bu narsa bir xilda kerakligi hech qachon inobatga olinmagan. Endi esa ayol kishini ham erkak kishini qanday jinsiy hayotda haqqi bo'lsa, ayol kishida ham xuddi shunday haqqi bor ekan. Lekin ayol kishini qo'zg'alishi, ayol kishini orgazm olish jarayoni sal boshqacharoq. Misol uchun erkak kishi har doim jinsiy aloqadan orgazm olsa, ayol kishida unday emas. Chunki ayol kishini nervi blуждающий nerv, ya'ni adashgan nerv deb nomlanadi. Bu nerv adashgan bo'lgancha orgazm lokalni, ya'ni bir joyda bo'lmaydi, butun badan bilan his qiladi va erkaklar o'ylashgan hech qachon ayol kishi orgazm olmaydi, bu narsani bilmaydi. Agarda ayol kishi lazzat olishni bilsa, uni vaqti juda ham erkak kishinikiga qaraganda 2-3 barobar ko'proq bo'lar ekan va yana ayol kishi multi lazzat olish qobiliyatiga ega ekan. Shuning uchun ayollar, azizlarim, agarda siz o'zingizni taningizni yaxshilab o'rgansangiz, tushunsangiz, sizni qo'lingizda rok izobiliya, ya'ni juda ham katta boylik, lazzat boyligi sizni qo'lingizda bor ekan.